Umumiy yuvinish xonasini interyeriga bitta like bilan baho beringizlar. Hurmatli xaridorlarimiz, Rublyovka turar joy majmuasidan ajoyib 3 xonali kvartiramiz. Mana shunaqangi chiroyli prixojniy mebel, smart eshiklar qo'yilgan, uyimiz to'liqligicha evromontaj qilingan. Juda ham ajoyib, juda ham chiroyli koridor qismi, hurmatli xaridorlar. Ajoyib turimozona qilib qo'yganlar. Bitta xonalarni ko'rsatib beraman. Juda ham chiroyli детская spalnya, 91 metr kvadratli 3 xonali kvartiramiz Rublyovka turar joy majmuasidan chiqyapti. Mana shunaqangi neoklassika uslubida bitgan kattagina mehmonxonasi, mягкий mebellar qo'yilgan, stoloviy zonasi ham bor, kattagina televizor o'rnatilgan. Mana bu xonamiz esa oshxona bo'lyapti. Juda ham chiroyli oshxona, chiroyli kuxonnaga garnitura, barcha kerakli shart-sharoitlar bor, bitta texnikalar qo'yilgan. Mana shunaqangi ajoyib dekorlarga bitta like bilan baho bering. Burchaklarni qarang, juda ham chiroyli qilganlar. Hurmatli xaridorlarimiz, Rublyovka turar joy majmuasidan ajoyib luks 3 xonali kvartiramiz. Mana bu master bedroom bo'lyapti, hurmatli xaridorlar. Master bedroomda ham barcha kerakli shart-sharoitlar bor. Konditsioner, juda ham chiroyli turma zona, o'zini mana shunaqangi garderobli xonasiga ega, juda ham chiroyli bo'lyapti. Uyimiz topli pol sistemasida qiziydi. Master bedroomni bilasizlar, ichida o'zini umumiy yuvinish xonasiga ega bo'ladi. Aliston o'rnatilgan. Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Kia avtosaloni orqasidagi Rublyovka turar joy majmuasining 2-qavatida 91 metr kvadratli luks 3 xonali kvartiramiz 139.500 ga baholanyapti. Yana savdosi bor. To'liq ma'lumot topsanada aloqaga chiqingizlar, narxini arzon qilib chiroy qilib olib beramiz.